urg'u shart emas. Nimaga? Chunki klientni birinchi siz munosabat qurgan qismingizda turgan klient endi sizga javob berish kerak, u savollarga javob berishga tayyorlanish kerak, miyasida o'sha bo'ldi, ketdi, davay start degan narsani berishingiz uchun yordam beradi bu narsa. Rahmat kattakon Shavkatjon aka, unaqa bo'lsa savollarimni boshlayman. Bo'ldi. Shavkat aka, nima deb o'ylaysiz? Bizni yangi Denov loyihamiz Surxondaryoni asosan qaysi hududdagi aholisi uchun qiziq bo'lardi? Asosan bizani shu yangi Denov loyihamizdagi uylar qaysi hududdan odamlar ko'proq sotib olgan bo'lardi degan ma'nodagi savol bu. Endi u aytish mumkin, endi kanishni u yangi Denovdan bo'lgandan keyin Denovdagilar oladida deyish mumkin. Katta ehtimol bilan Denovda o'zi yashaganligi uchun yoki Sarosiyoda yashasa, ko'proq Sarosiyodan olgan bo'lardi demaydi, baribir ko'proq Denovdan olgan bo'lardi, lekin endi u asos bozori yaxshi rivojlanganligi uchun Sarosiyodan ham olgan bo'lishi mumkin yoki olishi mumkin, Jarqo'rg'ondan olishi mumkin deb variantlar sanayotganda eng birinchisi ko'pincha o'zi yashaydigan hudud bo'ladi. Endi ha deb eshitib turibsizlar. Yo, zo'r Shavkat aka, o'zingiz hozirgi kunda qaysi tumanda istiqomat qilasiz shunda deysizlar. Bu o'zi maqsadimiz uni qayerda yashashini bilishimiz kerak. Klientni qayerda yashashini bilishimiz kerak. To'g'ridan to'g'ri siz qaysi hududda yashaysiz degandan ko'ra sekin savolni chetlab o'tib, undan maslahat so'rab turib bilganimiz yaxshiroq foyda beradi. Men Denovda yashayman desa, ha, zo'r aka. Xo'p, loyihamizni avvalgi narxlardan xabaringiz bor, to'g'rimi? Ha, xabarim bor. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu loyihamiz asosan qaysi kasb egalariga qiziq bo'lishi mumkin? Deysiz, u aytishi mumkin, o'zi deydi, oylik to'lovlaringiz o'rtacha 5-6 milliondan tushadigan bo'lsa, menimcha istalgan istalgan kasb egalariga qiziq bo'lishi mumkin. Masalan, o'qituvchi ham olishi mumkin. Men o'zim balonchiman, tugunchiman deb kasbni aytib berishi ham mumkin yoki aytmasligi mumkin. Aytmaydigan bo'lsa, ha, rahmat aka, to'g'ri deysizlarda, o'zingiz asosan qaysi faoliyat bilan shug'ullanasiz agar sir bo'lmasa deysiz. Men tadbirkorman deyish mumkin, u deyish mumkin, bu deyish mumkin. Faqat bitta joyga e'tibor berishimiz kerak. Bizda o'sha mijozlarimizni bazasida o'sha faoliyati degan joyda tadbirkor deb qo'yishimiz mumkin, o'qituvchi deb qo'yishimiz mumkin, lekin sizlar so'rab aniqlashtirib berishingiz kerak bo'lgan narsa, o'qituvchiman desa, yaxshi, zo'r siz o'qituvchimisiz, ha, o'qituvchiman. Qaysi fandan dars berasiz bo'lmasa? Tushunasizlar. Iloji boricha mujmallashtiringlar. Qaysi ma'noda mujmallashtirasizlar? O'sha ochiq yopiqlangan ma'lumot qolib ketmasin. Tadbirkorman, nima bilan shug'ullanadi? Do'kon qilaman. Qanaqa do'kon? Oziq-ovqat, zo'r, oziq-ovqatda ham yaxshi. Hozir mamlaqa bo'lyapti, mamlaqa. O'zingizlar qanaqadir fikringlar bo'lsa bildiringlar, bo'lmasa shart emas. Xo'p, keyingi savol Shavkatga eng muhim savollarimdan biri. Mana shu gap muhim. Nimaga? Chunki u oldingi savollaringizga miyasidan bor funksiyasini ishlatmagan holatda o'rtacha javob berib yurgan bo'lishi mumkin, lekin bu savolingizga endi jiddiyroq qarash kerakligini siz bildirib o'tyapsiz. Shavkatga eng muhim savollarimdan biri, agar har kim uyni har xil maqsadda oladi. Kimdir ijaraga oladi, kimdir sotish uchun oladi, kimdir nabirasiga va hokazo mana shunaqa sabablar bilan uy olishi mumkin, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Endi Shavkat aka, siz aynan bizdan xarid qilgan uyni nima maqsadda oluvdingiz? Ya'ni aytmoqchimanki, qaysi og'riqli muammoingiz bizdan uy xarid qilishga undadi deb so'rab olasizlar. Bu joyda nima deyish mumkin? O'sha nabiramga oldim deyish mumkin, uzilishlar uchun uzr. Nabiramga oldim deyish mumkin, o'g'limga oldim deyish mumkin yoki bitta uyga tiqilib qoldik, xudo xolisa o'g'limni uylantiraman 2 yildan keyin shu kakraz bitishiga to'g'ri kelyapti, shunda uylantirib bo'layotib chiqarib olaman deyish mumkin. Xullas har xil. Sabab har xil bo'lishi mumkin. Investitsiyaga pul ushlash uchun bu itagidalik ketadi variantlari. Shu variantlari bizlar vazifamiz yozib chiqish bo'ladi faqat.
Xo'p, loyihamiz deysizlar, mana shu joyda aytasizlar, "Men yashash uchun oluvdim, yashash uchun oldingizmi? Yaxshi, zo'r." Lekin qarang, men bitta narsaga sal tushunmadim. Loyihamiz 2 yildan keyin bitishiga qaramay, hozirgi o'zida xarid qilishingizga aynan qaysi ustun tomonimiz sabab bo'ldi? Ya'ni aynan bizning loyihamizni tanlashingizga nima sabab bo'ldi? Deyapsizlar, u o'zini miyasidagi javoblarni beradi. Faqat sizlar muhim e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, unga variant berib qo'ymanglar. Aynan nimaga oldingiz? Investitsiyagami yoki yashashgami desangiz, yashashga devoradi, opsiya aytvoradi u odam. O'shanaqa variantlar berib qo'ymasligimiz kerak. Bu yerda ham shunga o'xshash holat bo'ladi. Nimaga tanladingiz? Habakaga ishonarmidingiz deb qo'ysangiz, ha, ishonardim. Bo'ldi. Javob bo'lib qolmaydi u narsa. Nimaga ishonardingiz? Nima sabab bo'ldi? Bo'ldi, savolni to'xtatishni ham bilinglar, joyi kelsa. Yana bir narsani bilmoqchi edim. Bizdan uy xarid qilishingizda avval biz haqimizda qayerdan eshitgansiz? Bizni kompaniyamizdan oldindan bilarmidingiz yoki taqdimot vaqtida tanib boshladingizmi yoki quruvchimiz Habakani avvaldan tanirmidingiz? Xo'p. Demak, bu savolimiz ham tushunarli bo'lishi mumkin. Klientlar odatda o'sha qurilish kompaniyasini oldindan tanib kelgan bo'lishi mumkin. O'shani tezroq sotuv ochilishini kutib, sotuv ochilishi bilan har qanaqa farqi 60 oy bo'ladimi, 24 oy bo'ladimi, istalgan variantdagi taklifda uy sotib olaman deb prosta niyat qilib o'tirgan odamlar bo'lishi mumkin yoki biza o'sha hududda, o'sha loyihada, aynan bizning shu loyihamizda reklama olib, zapusk texnologiyasidan foydalangan holatda taqdimotlar o'tkazsak, klientlar shu taqdimotdagi kuchli takliflarni orqasidan kelgan bo'lishi, o'shani orqasidan bizani tanigan bo'lishligi mumkin. Shuni bizga aniqlashtirib bersanglar bo'ldi. Xo'p. Bu o'sha oxirgi savollardan biri edi. Xo'p, Shokir aka bergan ma'lumotlaringiz, javoblaringiz yanada sifatli xizmat ko'rsatishimiz uchun yordam beradi. Sizga juda ham kattakon rahmat, bizga ajratgan vaqtingiz uchun ham, boshqangiz uchun ham. Agar sizda ham mana rahmat aytganingizdan keyin bo'ldi, uzinglar, ozgincha mashtabani ajratib qo'yaman, hozir xohlasangiz shu joyni ajratib qo'ying. Xo'p, mana shu joyda sal uzilish bo'ladi. Nimaga? Undan biza xursandligimiz, minnatdorchiligimizni bildirib turamizda, endi biz ham unga nimadir taklif berishga harakat qilishimiz kerak. Xijolatligimizni bildirib qo'yishimiz kerak. Ya'ni Shokir aka kattakon rahmat bergan o'sha ma'lumotlaringiz, javoblaringiz yana ham xizmat sifatini xizmat ko'rsatkichimiz uchun yordam beradi. Ajratgan vaqtingiz uchun yana kattakon rahmat aytib qolamiz. Agar sizda ham birorta savol bo'lsa, bizga birorta murojaatingiz, taklifingiz bo'lsa, bemalol men orqali berishingiz mumkin deb undan so'raysiz. Yo, savolim yo'q, hammasi yaxshi, u bu desa, rahmat, salomat bo'ling. Ajratgan vaqtingiz uchun rahmat qo'yasizmi? Ya'ni oxirida shunga o'xshash tugatish qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, xatlash skripti haqidagi qisqacha o'sha darsligimiz shundan iborat bo'ladi. Endi o'z-o'zidan vazifalarni ham shu darslikning ichida aytib o'tib ketaman. Bu darslikka qaysi sotuvchi ko'rishdan qat'iy nazar qilish kerak bo'ladi. O'sha mijozlariga 5 ta 6 ta taxminiy mijozlar bilan suhbat o'tkazib turib, robga yoki sotuv departamenti rahbariga shu darslikdan olgan xulosalarini, mashqlarini, o'sha obrazetslarini zapis qilib olgan holatda tashlab beriladigan bo'lsa, bu nimaga olib keladi? Bu suhbatni qanaqa quryapti, klient tomonidan qanaqa e'tirozlar bo'lyapti bu narsaga nisbatan, qanaqa takliflar bo'lyapti, rob yoki sotuv departamenti rahbari uni eshitib chiqqan holatda yana qo'shimcha takliflar bo'lsa yoki sizni aynan suhbatlashish jarayonida sotuvchini qanaqadir kamchiliklari bo'lsa, u xato emas, xato bo'lishi uchun nimadir o'rgatilish kerak. O'rgatilganda ham qilinmasa, u xato qilayotgan bo'ladi. Kamchiliklarini to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kamchilik biza hali o'rgatib ulgurmagan bo'lishligimiz mumkin bo'ladi. Shundan cho'chimasdan o'sha klientlar bilan gaplashib, zapis qilib, bizga shu yuqori tashkilotlarga tashlab beradigan bo'lsanglar, u narsani bitta ko'rib chiqadida, sizlarni o'sha kamchiliklarni joy-joyida to'g'rilab, mukammallashtirib, sizlarni yana ham o'qitib boriladi.
Xo'p, darsimiz shu joyda tugadi. Xo'p, hammaga rahmat. Darsni oxirigacha 2x eshitmasdan mas'uliyat bilan eshitib chiqishingizni so'rab qolamiz. Rahmat hammaga.